Abror aka, agar suvda ishlamasa men javob bermayman. Radnoylar aynan sizni joni temirdan bo'lgan strogada ishlaydigan Radnoy bratlar bormi? Aynan bu video sizlar uchun bo'ladi. Honor X9 javob kelib qo'ydim sizlar uchun. Suvda ham ishlaydi. Balandlikdan tashlab yuborsangiz ham ishlaydi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Suvga solib sizlarga obzor qilib beraman, qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Yangi telefon hali ochilmagan, ishlatilmagan. Hozir aytishlaricha bu telefon suvda ham ishlaydi deyaptilar. Qani sizlar bilan birgalikda sinab ko'ramiz. Abror aka, agar suvda ishlamasa men javob bermayman. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ko'ramiz, ketdik. Telefonni ochdim, suvga soldim. Yaqinroq olib keling, operator. Suvga soldim. Ko'ryapsizlar, mana endi suvda ichida yoqamiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Sharmanda qilma. Kimga mana shunday telefonlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, optik nomeratiga murojaat qilaverasizlar. Mana telefonimiz yonyapti. Ko'ryapsizlarmi? Balandligida ham, suvda ham bemalol ishlaydi. Rossiya bo'ylab dastlabki xizmatimiz bu. Telefonimiz yonyapti, ko'rsanglar bo'ladi. Mana suvda ham ishlaydi. Mana telefonimiz ishladi. Ishlashini ko'ryapsizlarmi? Faqat registratsiya qilsak bo'ldi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Rossiya bo'ylab dastlabki xizmatimiz bu. Bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi, radnoylar.